Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli arab tili ixlosmandlari. Bugun yangi bir ishga qo'l urmoqchimiz. Xo'p, ya'ni kitob yozish jarayoni, kitobni tahqiq qilish, mavzuni tahqiq qilish jarayonidan ba'zi bir qilayotgan ishlarimizni yoritmoqchimiz. Bu ham endi bir ilmiy talabalarga, ilmiy ish qilmoqchi bo'lgan, ilmiy maqola, ilmiy kitob yana shunaqa yozmoqchi bo'lganlarga qiziq bo'ladi va tajriba bo'ladi degan umiddamiz. Shu sababdan demak yozayotgan kitoblarimiz, boshqa tahqiq qilayotgan ishlarimiz qanday jarayon kechadi, shu haqida bir ko'rsatib nima qilmoqchimiz, video qilib chiqarmoqchimiz. Hop, mana kitobga o'tadigan bo'lsak, demak bizda sarf asoslari demak kitobimiz. Demak buni birinchi nashrda 80-bet, ikkinchi nashrda 81-betda. Ya'ni bunday deyilgan. Hop, haddada fa'ala vaznida, sulosiy mazid ikkinchi bob. Fe'lining ayn va lom barobari birinchi harf bo'lgani bilan idg'om qilinmaydi deyilgan, chunki ayn barobarning o'zi ikkilantirib idg'om qilingandir. Bu kalimaning asli hadadadir. Ya'ni hadadada bo'lgan, keyin birinchisi sukunli qilingan, hadadada keyin haddada qilib idg'om qilingan. Ya'ni ayn barobari ikkilantirilgan. Shu joyda mana bitta demak hoshiya beryapmiz. Ba'zi olimlar nazdida hadadadir. Ya'ni birinchi ziyoda qilingan dal harfi sukunli. Ayn barobar ikkilantirilgan-ku. Birinchisi sukunli, ikkinchisi harakatli demoqdamiz. Endi ikkinchi nashrda shuni hoshiya degani teskarisiga qilgan edik o'zi asli. Mana demak asli mana hadada. Endi mana bu yerda ikki marta kelib qolibdi. Mayli, bunisini xudo xolasa keyingi nashrda tuzatamiz. Demak hadada, mana hadada keyin idg'om qilingan haddada. Ya'ni ba'zi olimlar bunday degan, ba'zi olimlar teskarisi mana bunda ba'zi olimlar hadada degan. Ya'ni ikkalovi harakatli yokida birinchisi sukunli, ikkinchisi harakatli. Demak, olimlarning ikki xil fikri bor. O'zi shu gapni yozayotganimizda o'zi tahqiq qilib, kitoblarni o'qib, ko'rib, keyin o'zi yozgan edik. Endi hozir biz demak sarf asoslari sharhi kitobini yozish jarayonidamiz hozir. Shu demak qismiga bir dona demak kitobimizning bir bo'lagiga demak shu chuqurroq demak bayon qilmoqchimiz sharhida. Ya'ni o'zi ikkita olimlar nazdida qanday, hop, yana nima fikrlar bor. Demak, shuni tahqiq qilish jarayoni qanday kechadi, shuni hozir ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi navbatda o'zi asli buni eng birlamchi bo'lib qaysi kitobdan ko'rgan edik. Hop, birinchi bo'lib o'zi mana demak Sharh Zanjoniy kitobini ochdik. Bu Imom Taftazoniy, mana menda buni anaqasi bor, kitob shakli ham bor. Demak, Imom Taftazoniy, demak Zanjoniy nimasi bilan, nomi bilan mashhur bo'lgan olimning kitoblari Tasriful Azzi. Tasriful Azzi kitobiga sharh yozganlar. Demak, Imom Taftazoniy o'zimizni Xurosondan bo'lganlar, o'zimizni yurtda Xuroson bilan Movarounnahr bir olimlari bitta bo'lgandek. Bizni yurtdan chiqqan olim, demak, o'zimizni bir vatandosh desak ham bo'lsa kerak. Demak, olimimiz yozganlar. Juda muhim sarf fanidagi kitoblardan biri bu. Xo'p, shunday mana bu yerda aytibdilar, mana farroha tafrihan va waqtulifa fi anna az-zaid huwa al-ula am ath-thaniya. فقيل الأولى لأن الحكم بزيادة الساكن أولى من المتحرك عند الخليل، وقيل الثانية لأن الزيادة بالآخر أولى، والوجهان جائزا عند سيبويه. Xo'p, mana demak tarjima qiladigan bo'lsak, ixtilof qilindi. O'sha ma'ni farroha degan so'zdagi ziyoda harf ayn barobar ikkilantirilgan. Qaysi biri ziyoda birinchisimi ikkinchisimi desa, mana qiyla aytildiki birinchisi deb. Nimaga desa, chunki mana qaranglar, sukunli harfni ziyoda qilish avloroq. Mana qaranglar, bu yerda aynan shu deyilmayapti, avlaviyat haqida gap ketyapti. Qaysi biri avlo? Hop, demak, sukunli harfni ziyoda qilish avloroq. Nima harakatlidan ko'ra bu Imom Xolilni nazdilarida deyapti. Ikkinchisi, hop, ikkinchi fikr nima ekan desa, ikkinchisi farrohani mana demak Imom Xolil nazdida farroha bo'lsa, roha birinchi sukunli, ikkinchisi harakatli bo'lgan. Demak, o'zi asli mana fariha vazni bo'lsa, ayn barobar harakatligi edi o'zi shunday ham sulosiy mujarradda. Meni fa'alaga o'ziga o'tkazganda ikkinchisi harakatli bo'ldi. Mana sukun kasradan fathaga o'tkazib qo'ydik ikkinchisini deb, birinchisiga birinchi roni sukunli qilib ziyoda qildik demoqchilar. Hop, demak, ikkinchi fikrga ko'ra
Demak, ikkinchisi ziyoda. Ya'ni farihamidi. Endi buni albatta birinchi rosini kasridan roga olingan, yokida oddiy faala vaznida bo'lsa ham farqi yo'q. Ro kasrasi demak nimaga fathaga olinadi va ikkinchisiga yana bitta harakatli fathali ro ziyoda qilinadi. So'ng nima qilinadi? Birinchisini sukunli qilinadi, idg'om qilib ichiga kirgizilinadi demoqchilar. Tushunarli? Yokida bu farrohani o'sha fariha bo'lsa fariroha bo'lgan deb turib ham keyin kasrasini tushirib turib idg'om qilingan desak ham bo'ladi. Farqi yo'q. Demak, bu yerda asosiy maqsad qaysi biri birinchi harfmi, ikkinchi harfmi, ziyodami? Qaysi biri degan demak ixtilof ketyapti. Aytyaptilarki, ikkinchi fikrga ko'ra oxiridagi ikkinchisidagi harf ziyoda deyaptilar. Bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, Imom Taftazoniy ikkinchi fikr sohibi kimligini aytmadilar. Birinchisida xoliyligini aytdilar. Ikkinchisi demak, xuddiki Imom Taftazoniy birinchi fikrga xuddi yurgandek bo'lyapti degan bir taassurot ham uyg'otishi mumkin. Aniq qat'iy qaror emas-ku, lekin birinchisini aytib, ikkinchisini aytmayaptilar. Xo'p. Demak, keyingisida mana val vajhan jaizan inda Sibawayh. Mana Imom Sibawayh nazarlarida ikkalovi ham joiz deyaptilar. Ikkalovi farqi yo'q, birinchisi ikkinchisi. Xo'p. Mana bu yerda mana demak bizga kitoblardan nima berilyapti? Yo'llanma berilyapti. Imom Sibawayhning Al-Kitab degan kitoblari 4-tom 329-bet, Humaul Hawami' mana 357-bet deb. Ya'ni bu Imom Suyutining kitoblari Humaul Hawami' fi sharh Jam'ul Jawami' degan kitob. Hop, mana Al-Kitab Sibawayniki. Demak, shu yerdan bir qarang degan nima ishora berilyapti. Xo'p. Bu yerda Imom Taftazoniyning jumlalarida ozgina mushkula jihati bor. O'zi asli demak, bu yerda mana nima sababini tushuntirib ketyaptilar. Sukunli bo'lgani, sukunli harfni ziyoda qilish avvalroq harakatlidan ko'ra degan fikrni ham beryaptilar. Birinchi Imom Xolilning gaplariga ko'ra, lekin ikkinchisida bo'lsa oxirida ziyoda qilishlik avvalroq deyaptilar. Endi bir tog'dan bir bog'dan kelgan dalil bo'lib qolgan. Misol, ya'ni sukunli va harakatli bo'lish bitta masala. Boshida yokida oxirida ziyoda qilish ikkinchi masala-da. Ikkitala fikriga ikki xil dalil qilib turib, nima qilinyapti? Tog'dan bog'dan dalil keltirib qo'yilyapti, xuddiki. Va yana shu bilan birga oxirida ziyoda qilish avlo degan gapni gapirdilar Imom Taftazoniy. Lekin vaholanki farrohada kalimani o'rtasi-ku, oxiri emas-ku. Xuddiki ikkinchi dalilni xuddi pastroqqa tushirib qo'ygandek bo'lyaptilar. Xo'p, endi mana shu kitobimizni sharhiga Imom Taftazoniyni, demak mana bu kitoblar Taftazoniy bo'ladigan bo'lsa, shuni sharhiga o'tamiz. Mana Tadrijul Adani ila qiroati sharhi Taftazani deyapti. Mana Taftazoniyning sharhiga nima qilish? Sharh yozganlar. Sharh Taftazoniyga sharh, ya'ni yozilganda Tadrijul Adani. Bu ham juda mo'tabar sharhlardan. Mana ko'ryapsizlarmi? Demak, biz tahqiq qilish jarayonida bitta o'zi endi biz mana o'zbekcha kitobimni hisobga olmasak, hozir bu yerda birinchi matndan, mana hozir arab tilidagi shu matndan olganmiz-da. Bitta matnni oldik va uni sharhiga kirishyapmiz, hoshiyalarni ko'rib oqyapmiz. Mana hoshiyasidan yana Sibawayhga bor dedi, Humaga bor dedi. Ya'ni bizni yo'llayapti. U yerdan bu yerga yo'llayapti. Demak, o'sha ishoralar bo'yicha biz qidirib yana ketyapmiz. Demak, sharhlariga va boshqa olimlarning fikriga, boshqasiga kirishib borib, shunaqa qilib demak tahqiq qilib borar ekanmiz. Xo'p, mana bu yerda Tadrijul Adaniyda mana tepa qismida nima berilgan? Taftazoniyning matni, haligi yuqorida berilgan matnni berilgan. Quyida esa nimasi berilgan? Buni mana sharhi. Mana qila az-zaid fil ayni al-ula mana. Bu yerda bizda birinchisi ziyodami, ikkinchisi ziyodami degan joyda mana faqila. Mana hiyal ayn deb mana qila az-zaid hiyal ayn. Mana o'sha ziyoda bo'lgan ayn barobari al-ula va hada al-qawlu huwa mazhab al-Khalil mana. Bu Imom Khalilning mazhabi. Demak, Imom Sibawayhning ustozi Khalilning mazhabi birinchisi. Vaqtarahu Ibn Usfur va Ibn Malik mana. Demak, uni Ibn Usfur va Ibn Malik tanlagan. Mana shu joyga e'tibor berib turamiz. Hali demak, tafsilotlari hali chiqadi, tushunarli? Hali tafsilotlari bor bu haqida. Mana hozir shu tafsilotlarga kirishamiz. Bizga shu qulay, kerak. Endi misolcha tahqiq qilib shunchaki shuni o'zi bilan kifoyalanib qo'ysak ham bo'lishi mumkin edi, lekin bu asl manbalarga borsak juda kerakli ma'lumotlarni topamiz. mana لأن الحكم بزيادة الساكن لما فيه من تقليل الزائد بكونه حرفا واحدا deyapti. Mana
Mana birinchisida sukunli harfni ziyoda qilish avlodida nimaga desa, mana unda nima ziyoda qilishlik kam. Faqatgina harfni ziyoda qilasiz, harakat ziyoda qilmaysiz. Bu juda Imom Taftazoniyni zakovatlarini berib ko'rsatyapti. Qarang, mana illatini bayon qilib beryaptilar. Bu juda muhim. Endi al-awla bil qabul, mana qabuliyatga demak olish oson. Minal hukmi bi ziyadatil mutaharrik 'inda al-qalil. Mana o'sha ya'ni Imom Xalilning anaqasi fikrlari. Xo'p. mana ay lima fihi min takthiri zaid bi kawnihi harfan va harakatan. Bitta ham harakat va bitta harf ziyoda qilgandan ko'ra shunchaki bitta harfni ziyoda qilish, ya'ni sukunli harfni ziyoda avlo bu deyaptilar. Va qila hiya thaniya. Endi ikkinchisi nima avlo ziyodalikka xo'p. Va hadal qawlu naqalahu al-Farisi an Yunus va ikhtarahu huwa va ibn Hajib va ghayrihima. Mana qaranglar. Qaranglar, va ibn Hajib bo'ladi. Endi qaranglar. Mana ikkinchi endi bizda hoshiyada mana bitta yangi biz nimaga erishdik? Ma'lumotga erishdik. Mana ya'ni ikkinchi fikrni egasi kimligi ma'lum bo'ldi. Mana Yunusniki ekan, Imom Yunus. Bu ham Imom Sibavayhning ustozi. Kufa ahlini nima Kufi maktabi nima anaqasiga nima ahli asoschilaridan hisoblanadi. Kufa demak maktabi a'zosi. Imom Xalil bizda Basra ulamolaridan hisoblanadi. Imom Yunus demak Kufa ulamolaridan. Al-Farisi mana bu kishi Imom Sibavayhning davrida yashagan. Bu kishi ham Tazkira degan kitoblari bor. Hozir bunga ham to'xtalamiz. Demak Imom Yunusning qovullarini Imom Farisi deb rivoyat qilyapti. Tushunarli? Endi qaranglar. Vaqtarahu huwa degan joy. Mana Al-Farisiyni o'zi ham shu Imom Yunusning gapi to'g'ri deb shuni ixtiyor qilgan ekanlar. Va Ibn Hojib ham shu Imom Yunusning gaplarini, baribir Imom Ibn Hojibni Kufa ulamolari gapiga ko'p yon bosgan holatlari ko'p-da. Bu yerda ham mana Kufa ulamolariga yon bosyaptilar Ibn Hojib. O'sha mana o'zi Kofiya, Shofiya kitoblari bor-ku Ibn Hojibni Ibn Hojibni o'sha arab davlatlarida kam o'qilinadi. Nimaga desa, o'sha Kufa demak maktabiga ko'p yon bosgan jihatlari ko'p-da. Lekin jumhur ulamolar o'sha Kufa emas, ko'proq Basra ulamolarining fikrlarini yoqlashadi-ku. Shu sababdan ko'p holatlarda arab davlatlarida Kofiya Ibn Hojibning kitoblari ko'p o'qilmaydi. Lianna zaydada bil akhiri awla mana chunki deyapti mana Imom Taftazoniy oxirida ziyoda bo'lishi avlo degan edilar. Liannahu huwa mahallul ladhi ihtajna indahu ila da'wa ziyada. Mana chunki oxiri kalimani oxiri u bizga ehtiyoj tushadigan mana ziyoda qilishni da'vosi, ya'ni ziyoda qilishga bizda ehtiyoj tushdi. O'sha ehtiyojimiz o'sha oxirida, o'sha oxirgi ziyoda qilganimiz avlo. To'g'ri? Va lahajhan va huma wal wajhani va huma ziyadatu sakini va ziyadatul mutaharrik jaizan. Demak Imom Sibavayhni mana nazarlarda kelovi ham litakafuihi ad-dalilayn. Mana ikkita dalilni anaqa teng ko'rganlar, shuning uchun nima kelovi ham joiz deganlar. Ya'ni joiz kelovi ham to'g'ri degandan keyin bo'ldi, ikkala fikr teng, yo'nisi yo'munisi qaysi birligi muhim emas demoqchilar-da. Hozir bu gapni Ar-Rodiy ham aytganda, farqi yo'q qaysi biri nima bo'lishi, ziyoda bo'lishi. Hop, demak biz bahs qilayotgan edik, qaysi biri to'g'ri, boshqa bizda jumboq bor edi tepada. Bir-biriga munosib bo'lmagan nimalarni bir-biriga nima dalil qilinayotgan edi. Sukunli bo'lishi boshqa gap, ziyoda bo'lishi boshqa gap edi, to'g'rimi? Biz baribir javob topa olmadik bu kitobdan, sharhidan, lekin bizda bitta qo'shimcha ma'lumot bo'ldi. Farisi Yunusdan rivoyat qilgan ekan. Ikkinchi fikrni egasini topdik. Va Ibn Hojib va keyin mana Ibn Malik. Ibn Malik haqida gap chiqdimi? Yo, Ibn Malik haqida gap ketmabdi hali. Hozir yaqin o'tamiz. Demak, Yunusni ikkinchi gapning egasi mana Ibn Hojib boshqa o'shalarni haqiqat fikr bildirganini topdik. Xo'p. Endi qayerga boramiz? Baribir savolimiz jumboq bo'lib qoldi-ku. Xo'p, mana eski kitobimizga qaytamiz. Kitobga haligi Taftazoniyning matniga qaytdik. Bu yerda mana Sibavayhni al-Kitob kitoblarini ochgan, Huma'ni ochgan degan edi. Biz demak shu kitoblarni ochamiz. Birinchi bo'lib Imom Sibavayhni al-Kitob kitoblarini ochamiz. Hop, mana bu yerda biz al-Kitob kitobini ochib oldik. Internetdan oldim buni. Mana al-Kitob Sibavayh degan.
Demak, qaranglar, mana tahqiq Abdusalom Harun deyapti. Ya'ni o'zi shu joyda bor-ku, mana kitoblarni sotib olish shart emas-da. O'sha mana internetdan hozir 21-asrda topish oson, PDF-yu, boshqasi-yu shart emas. Har bitta kitobni sotib olish internetlardan topsa bo'ladi. Kutubxonalarga yoki borib qidirib o'tirmasdan shunday internetdan topsa bo'ladi. Elektron kutubxonalar ham yetarli. Xo'p. Demak, bizda mana Imom Sibavayh 4-tom ekan. Xo'p. Demak, 329-bet. Xo'p, mana. Demak, Imom Sibavayh o'zi asli nima deganlar? Shuni o'qiylik-chi. Hozir hamma Imom Sibavayh bunday degan, Imom Sibavayh bunday degan deyapti o'zi. Ya'ni eshitaylik-chi. Mana sa'altul Khalil faqultu sullamun ayyatuhuma zaida فقال الأولى هي الزائدة لأن الواو والياء والألف يقعن ثوانية في فعل مش تفعل مش فعل مس chunki boshqa anaqalarni ham nashrlarni ko'rdim fa'al ekan va fa'il va fa'al. Demak, qaranglar, o'zi asli Imom Sibavayh Imom Xalilni mana Imom Xalilni gaplari o'zi bizga Imom Sibavayh orqali yetib keladi. Chunki mana bu yerda Imom Sibavayh bitta e'tibor beradigan bo'lsak, ular 3-hijriy asrda yashagan. Bular mutaqaddim ulamolardan hisoblanadi arab tilida. Demak, bizga o'sha arab tilidagi ilk ulamolar o'sha kitoblar yozib, nahv fanini, sarf fanini demak yozib bino qilishayotgandagi olimlar shular Imom Xalil, Sibavayh. Demak, Imom Sibavayh Xalildan olib gapiradi. Imom Yunusdan ham olib gapiradi. Shunaqa demak Sibavayhning kitobida asosan mana shunaqa ulamolarning fikrlari naql qilinadi. Demak, biz Imom Xalilning gaplarini Sibavayhdan bilan ekanmiz. Hop, solto faqultu mana aytayapti, Xalildan so'radim deyaptilar Imom Sibavayh. Ko'ryapsizmi? Qarang, bu yerda arab tili dalillari shunday bo'lyapti. So'radim, u aytdi, mana shunaqa shaklda yozilgan-da birinchi kitobda. O 1000 yil, 1200 yil orqaga ketib qoldik hozir. Qaranglar, shu necha asrlar oldin yozilgan kitob. Aytdimki, mana sullam so'zini qaysi biri ziyoda, ya'ni lomni qaysi biri? Aytdiki, birinchisi ziyoda. Nimaga desa, vav, yo, alif quyidagi so'z vaznlarida ikkinchi bo'lib ziyoda bo'lib keladi. Ikkinchi bo'lib keladi. Ya'ni bular zoidaligi aniq bu vaznlarda. O'zi asli fa, ayn, lom asosiy bizda asli ziyoda qilinadigan harflar-da. Mana fa'al, mana fa'il, mana vav bo'tdi ziyoda. Mana vavdan fodan keyin vav keyin bu ziyoda. Fa'ilda ham alif ziyoda, to'g'rimi? Va fa'al so'zida ham yo ziyoda. Bu aniq ziyodaligi. Demak, xuddi shunga o'xshab deyaptilar. Sullam so'zida ham mana sullam-ku birinchisi sukunli, ikkinchisi harakatli. Bunda ham mana ziyoda deyaptilar. E'tibor beradigan bo'lsak, birinchisi ziyoda dedilar. Va qala fi fa'lala va fi'allun. Mana fa'lala va fi'allun. Kalimalarida ham, vaznlarida ham va nahvihima shunga o'xshashlarida ham deyaptilar. Men Imom Xalilning gapi davom etyapti. Al-ula hiya zayda, birinchisi ziyoda. Li'anna al-waw wal ya wal alif yaqana thawalis. Mana chunki bularda ham alif vav yo uchinchi bo'lib kelgan deyaptilar. Nahvu jadval ifyar va shimal. Shimal. Demak, mana shu so'zlarda ham deyapti, mana alif vav yo quyidagi so'zlarda uchinchi bo'lib kelgan. Ya'ni ziyoda harf uchinchi bo'lib turibdi. Bunda ham demak, mana fa'lala mana dahroja kirmaydi. Boshqa qaysi hozir eslolmadim, mayli. Demak, shunga o'xshash mana ziyodalik bo'ladigan bo'lsa, endi dahrojada ikkitalovi ham asli harf-ku. Shunga o'xshash nima mana oxirida, kalimani oxirsida demak nima harflar, ikkita bir xil harf, mislayn muzoaf anaqasi oxirsida bo'lgan kalimalarda ham nima deyaptilar? Birinchisi ziyoda bo'ladi deyaptilar. Shunda ham qaranglar, mana harakatli bo'lsa ham farqi yo'q. Mana e'tibor bering. Tepada Imom Taftazoniy sukunli harf ziyoda bo'lishi avlo degan edilar-da. Bu yerda sukunli emas, harakatli. Shunda ham demak birinchisi nima bo'ladi? Oxirsida, kalimani oxirisidami, o'rtasidan farqi yo'q. Demak, ziyoda bo'ldimi? Harakatlimi, sukunlimi? Birinchisi ziyoda bo'lishini dalil qilyaptilar-da. Tepada Imom Taftazoniy dalil sifatida mana ko'radigan bo'lsak, Imom Taftazoniy sukunli harfni ziyoda qilish avlo inda Xalil degan edilar-da. Imom Xalil nazdida sukunli bo'lishi avlo ziyodalikka, shuning uchun bir dedilar. Yo'q, Imom Xalil unday demayapti. Mana
mana bu yerda Imom Sibavayhni asl manbani ko'rsak, unday demayapti Imom Xalil. Imom Xalil nima sukunlimi, harakatlimi, ikkita bir xil harf muzoaf keldimi, bir xil harf birinchisi nima ziyoda bo'ladi deyaptilar. Ko'ryapsizmi? Mana alif vov yo mana jadval so'zida mana vov lom oxirgi lomdan oldingisida nima jadval so'zida mana vov ziyoda, mana ayfyorda ham oxirgi asli harfdan oldin bitta yo ziyoda deyaptilar. Mana shimal so'zida ham shamal bo'lib qolibdi, shimal. Balki shamal ham bordir balki. Oxirsidagi asli harfdan oldin mana ziyoda harf kelgan. Bu mana fa'lala, fi'allun kalimalarida ham birinchisi ziyoda deyaptilar-da. Qarang, bularga farqi yo'q, qayerda bo'lishi. Oxirsidami, o'rtasidami birinchisi ziyoda deyaptilar Imom Xalil. Va kazalika adabbas. Mana o'rtasida adabbas va nahvihi ja'ala al-ula bi manzilat. Endi bu yerda mana Imom Xalilni Imom Sibavayhi aytayaptilar bu gapni. Va kazalika deb turib, chunki nima nahvahu ja'ala deyapti, ja'ala deb ketdilar bu yoqda, ja'ala deb, ya'ni bu yerda huwa mustatir zamir endi Imom Xalilga ketadi. Ya'ni bu yerda endi o'zlaridan gapiryaptilar. Va kazalika adabbas va nahvihi ja'ala al-ula bi manzilati wa fadaw kas. وياء عميثل وكذلك قفعدت جعل الأولى بمنزلة الواو كنهور. Xo'p, endi bu yerda mana demak Imom Sibavayh o'zlarining gaplarini davom ettiryaptilar. Endi bu adab bas mulhaq boblar bular. Mulhaqlarda ham xuddi shunaqa demoqchilar. Ja'al al-ula bi manzilati al-waw, mana birinchisi ziyoda deyaptilar. Bi manzilati al-waw fadaw kasga o'xshagan deyaptilar. Mana fadaw kas vaznida ham deyaptilar. Waw nima ekan? Fadaw kasda ham vav ziyoda ekan. Va kazalika qafa'dad, mana qafa'dadan mulhaq ekan, oxirisidagi yo'q, mana bunda birinchisidagi dol, mana ja'alal ula bi manzilati kanahvardagi mana qaf nima qafa'dad kalimasini nahvarga o'xshatishyapti. Nahvarda mana birinchisi asli vav ziyoda, mana uchinchisi kanahvar emas, nahvar emas, kanahvar so'zi ekan. Demak, 3 ta asli harf, keyin mana ziyoda harf kelgan. Mana bunda ham demak birinchisi ziyoda, keyingisi asli deyaptilar. Demak, asli harflar 4 ta, birinchi dolimiz demak ziyoda deyaptilar. Endi qarab turing. Bu Imom Xalilning fikrlarini Imom Sibavayh yoritdilar, to'g'rimi? Va naql ham qildilar. Endi va amma g'ayruhu faja'ala az-zawaida hiya al-awakhir. Mana va amma g'ayruhu deyaptilar-da, Imom Sibavayh kimligini aytmayaptilar. Undan boshqasi dedilar. Undan boshqasi deganda endi Imom Yunus ham bo'lishi mumkin, boshqasi ham bo'lishi mumkin, bilmadik. Imom anaqa Sibavayh bu yerda mujmal qilib ketdilar. Mubham qilib. Demak, oxiridagi ikkita muzoafni oxirisidagi nima bo'ladi? Ziyoda bo'ladi degan. Va ja'ala thalitha fi sullam, mana sullam so'zini ikkinchisi ziyoda deyishgan va akhawatiha shunga o'xshash kalimalar o'rtasida ziyoda qilingan kalimalarda ham sullamda ham ikkinchisi hiya zaida, mana ikkinchisi ziyoda. Lianna al-waw taqa'u thalithatan fi jadwal, mana jadvalda mana endi tepadagi e'tibor beringlar. Imom Xalil jadval so'zini, mana jadvalni mana fa'lal so'zidagi birinchi lomni ziyoda bo'lishiga bu ham mulhaqda. Demak, o'xshatgan edilar, to'g'rimi? Demak, xo'p, endi mana bu yerdagi jadvalni endi bular nima Kufa olimlari deymiz, hozir Imom Yunus degan edi-ga, tepada Imom Yunus tanligi bu qavl keltirilgan edi. Buni qaytanga uchinchisi mana ziyoda, ya'ni qaytang mana sullam so'zini mana jadval so'ziga mana 3-harf ziyoda, mana sullamdagi 2-lom ziyodaligiga dalil qilishyapti. Qaranglar, mana valiya'i aythiyarda ham mana yo ziyoda, bunda ham lom ziyoda deyishyapti. Qaranglar, bir taraf u kalimani bunga dalil, bunisi bunga dalil qilyapti. وجعل الآخرة في مهدد دي هم آخر زيادة دي شيء ونحوه بمنزلة الألف في معزة وتترى من معزة تترى كلمة آخر زيادة ما ألف بناخد شنو آخر دي زيادة ده دليل كلترشتي وجعل الآخرة في خدب من خدب ما مدام من في علب يكده في علب من ماشي وزن من خدب برخل وزن دي ماشي دي ده آخر دي زيادة دي شيء يعني بنام يعني آخر دي kalima ziyoda bo'lishi, nima harf ziyoda bo'lishi avlo degan gap mana Imom Taftazoniyning gapi ham shu yerdan kelib chiqyapti-da. Bi manzilati nun fi xilaf
xilaf xilaf natin bo'lsa kerak bu. Ha, shunga nunga o'xshatishyapti deyapti. Mana nun ziyoda desa altumuni hada ziyoda harflar bo'lsa, o'shanda nun ziyoda-ku. Va ja'ala al-akhirata fi adab sin, mana adab sinda ham oxirsidagini ziyoda deydi. Bu yanzilati kanahvar, mana balahvar. Mana bunda ham mana vav 3-harf, 4-harf bo'lib turib ziyodamida. Ha, bunda ham 4-harf ziyoda deyaptilar. Endi Imom Xalil, endi Imom Sibawayh kilal vajhayni sawabun va madhhabun. Hop, endi oxirsida mana Imom Sibawayh aytibdilarki, va kilal vajhayni sawabun va madhhab. Mana ikkovi ham bir to'g'ri, ikkovi ham bir yo'nalish deyaptilar. Qaranglar mana. Hop, endi buni bilib oldik. Hop, endi bu kitobdan bizga nima ma'lum bo'ldi? Mana asli Imom Xalil nima degani ma'lum bo'ldi. Ularga farqi yo'q ekan. Qaysi biri ziyoda bo'lsa ham, birinchisi ziyoda bo'lishi kerak. Endi ikkinchi taraf qaysi biri bo'lsa ham ikkinchisi ziyoda, o'rtasidami, oxirisidami deyapti-da. Bu shuni bilib oldik, ha. Endi ikkinchi kitobimizni ochamiz. Bizda ikkinchisida huma'ni ochish kerak, to'g'rimi? Huma'ul havami. Mana shu Imom Suyuti kitoblari Hurufiz ziyada degan bet, mana 416-bet. Bu nechinchidir tom? 3-tom edi shekilli, ikkimi? Demak, shu yerda mana Imom Suyuti aytayaptilar. Xo'p. Mana vaqtulifa fil mithlayn, mana mithlayn ikkita bir xil harf ziyoda qilingan harfda ixtilof qilindi. Fi nahwi iq'ansasa va allama ayyatuhuma zaid. Mana iq'ansasa, allama so'zlarida, mana iq'ansasada oxirsida illat nima? Ikkita bir xil harf, to'g'rimi? Demak, allamada o'rtasida ikkita bir xil harf. Qaysi biri ziyoda? Fa zahaba al-Khalil ila anna az-zaida huwa al-ula. Mana Imom Khalil birinchisi. Va zahaba Yunus ila anna ath-thaniya huwa az-zaida. Mana Yunus ikkinchisi ziyoda degan. Mana Yunus deb ketdilar bu yerda. Al-Farisi naql qilgan demadilar. Anaqa Tadrijul Adanida Farisi nima qilgan dedi. Farisi Yunusdan naql qilgan dedilar. Prosta butun Yunusdan deb ketdilar. Va amma Sibawayh fa innahu hakama bi anna ath-thaniya huwa az-zaida thumma qala ba'da zalika kila al-wajhayn sawab va mazhab. Qaranglar. Bu yerda endi Imom Suyuti Imom Sibawayhning qo'l gaplarini sal boshqacharoq ta'vil qilyaptilar. Aytayaptilarki, mana ikkinchisi ziyoda deb turib deyaptilar mana. Birinchisi ikkinchisi ziyodalikka hukm berib turib, keyin ikkalovi ham to'g'ri deb ketgan deyaptilar. Ya Imom Suyuti, Imom Sibawayh ikkinchisi to'g'ri demadi. Shunchaki qovullarni keltirib, unisi bu degan, bunisi bu degan dedilar. Ikkalovi to'g'ri dedilar. Va Imom Taftazoni ham shu gapni aytdilar. Qarang, mana Imom Sibawayhning qovulini ikki kishi ikki xil tushunyapti. Xo'p, endi wasahha al-Farisi mazhab Sibawayh. Mana Farisi deyapti. Sibawayhning qovulini to'g'ri degan deyapti. Tepada Tadrijul Adanida Farisi Yunusga yurgan, Yunusning gapini to'g'ri degan dedi. Bu yerda bo'lsa, qarang, bitta odamning gapini bu yoqqa yurgizib yuboryapti. Va bo'lib ham Imom Sibawayhning mazhabi dedi. Imom Sibawayh ikkalovi ham to'g'ri dedi-ku. Mana. Endi bu Imom Sibawayhniki alohida mazhab emas edi. Mana yana jumboqlar ko'ryapsiz, jumboq ustiga jumboq tushyapti. Wasahha ibn Usfur va zahaba al-Khalil va qad basattu adillata fi dhalika fi kitabi al-ashbah wa an-nadha'ir nahwiyya. Endi Ibn Usfur va Khalil. Mana qayerda bu yerda endi yangi olimning ismlari qo'shildi, to'g'rimi? Ibn Usfur Imom Khalilni gaplarini to'g'ri degan. Bu haqidagi gapni Ashbah va Nazoir an-Nahwiyya degan kitobda batafsil gapirganman, deyaptilar Imom Suyuti. Ana bizni endi 3-kitobga olib ketyapti. endi واختار ابن مالك في التسهيل أن الثاني أولى بالزيادة في باب إقاعة والأول أولى في باب علم mana. Hop endi Ibn Malik deyapti tashil kitobida, mana Ibn Malikning oxirgi yozgan kitoblaridan bu juda anaqa. Endi alfiyalarni bilamiz. O'zi asli alfiya bor-ku, xulosatun nahv deydi. Nahvning xulosasi u eng oxirgi kitob emas o'zi. Mana tashil bor, ash-shafiya, al-kafiya bor. Ha, ya'ni kofiya, shofiya bu Ibn Hojibniki emas. Ash-shafiya, al-kafiya degan kitob. Al-kafiya, al-kafiya, ash-shafiya degan kitob. Bu Ibn Malikniki. Eng oxirgi, eng mo'tabar kitoblardan. Hop, demak tashil kitobida deyaptilar, ziyoda, mana iqansasa bobida deyaptilar, ya'ni oxirsida ziyoda bo'lgan kalimalarda deb. Ikkinchisi ziyoda bo'lishi avlo
va mana allamada bo'lsa birinchisi avlo debdilar. Qaranglar mana bu zo'rda. Chunki qaranglar, ya'ni bu yerda oxirisida mana Ibn Malik zo'r endi yo'l tanlayaptilar-da. Mana ziyodalik oxirisidami, ikkinchisi bo'lish avlo. Tepada Imom Taftazoniy aytadilar-da, oxirisida bizga ziyodalik muhim, oxirisida kalimani oxirisida ziyoda bo'lsa bizga yaxshi degan edilar. Ha. Va endi o'rtasida yetsa, o'rtasida endi sukunlisi avlo. Mana Imom Taftazoniyning tepada bergan anaqalari bor edi-yu, demak tavjihotlari. Mana Imom Taftazoniyning tepada bergan mana anaqalari bor edi-ku mana. Nima fikrlari? Mana sukunli bo'lsa ham avlo edi va ziyodalik oxirisi bo'lsa ham avlo edi. Ikkalovini jamladilar. Qaranglar, ikkala mazhabni Imom Malik endi jamlab bitta gap aytayaptilar. Demak, Huma kitobida demak Imom Malikning gaplarini tasildan deb turib Imom Malik gaplarini demak Suyuti gapiryaptilar. Xo'p, endi masjidlarni ham endi borib bitta o'qib kelaylik endi. Mana bu yerda ham jumboqlarimiz qolib ketdi-ku. Lekin o'zi mana eng oxirgi gap hozir shu joyda oxirgi gapni aytamiz. Demak, Forisiyni hozir gaplari ikki xil chiqib qoldi. Ibn Usfurni gapi qo'shildi. Shularni ham bitta tahqiq qilaylik-da. Va keyin mana bu yerda mana vaqot basattu adillata zalika deb turib ashbah nazoirda jaba to'liq aytganman dedilar Suyuti. Borib ko'raylik-chi nima degan ekan. Xo'p, mana bizda mana Imom Suyutining Ashbah va Nazoir degan kitob, bu ham 4 tomlikmi, 5 tomlik kitob edi. Mana bitta qilib 3,5 ming betli qilib bitta PDF qilingan ekan. 4 tomlik edi shekil. Xo'p, mana faslun deyaptilar, fil muzoaf degan fasl. Xo'p, mana buni ham topib ochib qo'ydik. O'zi asli shu anaqani 4 kun davomida o'sha nima tahqiq qilib o'rganib nima qilib yotamiz o'zi. Hop, ya'ni bu endi va min nazoir zalika va asl qoid deyapti. Tepadagi gaplarga bog'liqda bu. Bu hozircha shartamiz. Mana qala Abu Hayyan ikhtalafa an-nahwiyyuna fi ayyi al-harfayn min al-mudha'af huwa az-zaid. Mana Abu Hayyan aytdi deyaptilar, deb boshlayaptilar gapni. Qaysi bir ziyodaligi haqida nahwu ulamolari demak ixtilof qilishdi. Fa zahaba al-Khalil ila anna az-zaida هو الأولى هو الأول فاللام الأولى من سلم هي الزائدة وكذلك الزاي الأولى من الزاي الأولى بلدي الزاي الأولى من البليز. Demak, Xalilning gaplarini bildik. Sullamda demak zoida ekan, birinchisi birrizda ham, billizda ham birinchi qaranglar, va kazalika zay al-ula deydimi? Billizda lom ikkilantirilgan-ku. Billizda lom, biliz debdi ha mana. Billiz deb mana xato yozib qo'yishdi. Biliz. Birinchi zay nima qilingan? Ikkilantirilgan. E'tibor bersak bunda ayn lom barobari eng kalimani oxirisida mana ikkilantirilgan, bu yerda o'rtasida mana. Demak, tepadagi Sibavay naql qilgan gapga bir xil. Xo'p. Va zahaba Yunus fi ma zakarahu al-Farisi. Mana Farisi zikr qilishicha, ya'ni naql qilganda Farisi Yunusdan. Xo'p, anahu ila anna ath-thani huwa az-zaid. Lekin shu Imom Farisiyning kitoblarini hali o'qimadik. Borku o'zi o'qimadik. O'zi topmadim ham. O'zi haqiqiy o'sha tazkira degan kitobda kelgan ekan, lekin buni matnini haqiqiy tazkiradan topa olmadim. Muxtar tazkira bor ekan. Xullas asl manbani topa olmadim bunda. Mayli. Endi qidirsa balki chiqardi. Unaqa ja muhtoj bo'lmadim-da unga. Hujjatul Khalil mana Farisiyni gapirdini, demak ikkinchisi ziyoda deb ketdilar Yunusdan. Hop, bu yerda endi menimcha Abu Hayyoning gapi tugab bo'ldi, chunki mana yangi abzasdan boshlanyapti. Endi Imom Suyutining gaplari mana hozir bu Zahaba Yunus deb turib uni ham nima Suyuti o'zlari aytdilar va xuddi shunday mana bu yerda Imom Suyuti o'zlarining gaplarini boshlayaptilar. Hujjatul Khalil anna al-mithlayn al-awwal qad waqa'a mawqi'an yaktharu fihi al-ummahat az-zawaid wa hiya al-ya wal-waw wal-alif. Demak, Imom Xalilning hujjati deyaptilar-da mana. Xuddi tepadagi o'xshab mana havqol, soyqol kabi kalimalarda nima ummahatul zawaid deyapti. Ziyodalikda ona bo'lgan, ya'ni asli bo'lgan yo alif vovlar ikkinchi bo'lib keladi deb mana qiyos qilganlarni tushuntirib berdilar. Va uchinchi bo'lib keladi mana kitob ajuz kabi anaqalarda uchinchi bo'lib keladi mana sullam. فإذا جعلنا الأولى سلم بالزائدة كانت واحدة هذه الأولى. Mana xuddi shunaqa tepadagi Sibavayning gaplarida o'sha qiyos qildilar-ku bir-biriga. O'shani tushuntirib berdilar. Xo'p, bu yerda ham o'sha gap. Va kazalika fi qordad mana qordad kalimasi va ma ashbahahu bima taharaka fihi mudahafan. Mana ikki muzoaf harakatlangan o'shunga o'xshash kalimalarda ham nima deyaptilar? Bu yerda endi bu anaqada bu mulhaq gaplar, ya'ni boblar. Harakatli bo'lsa ham deyapti-da. Harakatli bo'lsa ham va oxirida bo'lsa ham shunisi ham bor. Demak nima ekan? U birinchi ziyoda.
خلينا أمازد عند يونس نانا قاسة خجدة يبطل أن ثانية يقع موقعا يكثر فيه الأمهات زوايد بلا من إمام تبدأ السيبويه هنا كتاب ده خد جنا غير قياس قلي من ألف واو يا ما جاي لرده من ما يشوف جواب كلا ده كنت سيزبول زيادة وكلا ده دب قياس قلي خد وش جاب خاب أنا بسيل سلام باليز ده أنا عثيار جدول جا وخشت شتى عند أبو حيان عند قرية بزيك قزق جاي شو وقال أبو حيان من أبو حيان أكتكي ولا حجة في ما استدل به الخليل ويونس بن خليل قياس قليان حجة قلب قليان قاعدة ده قناقة دليلك قناقة يوخي قناقة حجة مسؤولة ناطور قياس قليان يبتلدي ليس فيه أكثر من التأنيس بالإتيان بالنظير بناقة بربرقة وخشاش لأنا كيلترشتي قناقة نما أنواع قاعدة يسأل ما يدبون ديابت يعني ليس فيه أكثر من التأنيس ديابتي تأنيس بقول جورجة تشتيانا دي قول جورجة تشتيانا بالإتيان بالنظير النظير يعني وخشاش نكيلترش قياس نكيلترش بناقة قول جورجة بناقة بول ما يدب يعني قول جورجة تشتمرات يعني بناقة قاعدة يسأل ما يدب بناقة بومي قاعدة ده مخشلة دي شو أبو حيان جابن تختت لب يعني إمام سيبويه سيوطي يقينا داميت ماذا الخاب مايل وأما سيبويه فقد حكم بأن ثانية هو الزائد من سيبويه كنسن زيادة ديجان دكتور هم عادي جابلارني جابرد له هم عادي كنس زيادة دواتو لدي ثم قال بعد ذلك وكلا الوجهين سواء مذهب فهذا يدل على احتمال الوجهين أنا بيرد حالي هم عادي جابلار كنسن تورد دكتور كين كلا تورد ديابتلار كيلو يوم تورد ديان أنا قل demek bu yerde kitabımız devam eder İmam Suyuti men قال واختلف في الصحيح فذهب الفارسي diyaptilar mana farisiyni gaplarini tushuntiryaptilar ya'ni farisiy o'zi asli imom bizda Yunusga ergashgan edi mana e'tibor bersanglar imom farisiy haqlarida ikki xil gap keltirilgan edi bittasida farisiyga ergashdi deyilgan edi bittasida Sibavayga ergashdi deyilgan edi xo'p o'zi qaysi biriga ergashgan أنا بيرد من إمام فارسي قبل كيلترليبت فارسي إلى أن الصحيح مذهب سيبويه واستدل على ذلك بوجوه أنا ما جا سيبويه كيري يشتيبتي وأوزع أصل سيبويه كلو تورد يعني ده ما يلا بعض لون إكين استغر يونس نقول يري يشت ديان جابنا هم جابر شو تي حمايل يونس كي خلاص كي كلام خاص قيده أنا إمام يونس نه بده فكر لارنا بده دليل لب شن تربير لا خاص قيده وفارسي هم شنجة يريش كان İmam İbn Hacib emir geçken çünkü. Demek is hankeke ve iqan sesafillerde ve şibihime fi kelamihime. Çünkü okşaş sözlerde deyapti ki nima bo'ladi desa qala deb turib mana bu yerda davom etadi. Va anna nuna fi if'al lala degan nun deyapti ruboiyda. If'al lala degan ruboiy. Lam tujad qattu illa bayna aslayni. Mana ikkita asli harfni o'rtasida turibdi. Bu aniq mana, ya'ni ayn va lam. Ihron jamada ham mana ro asli, jim ham asli. نون عنق دمين معنى ورتسته أصلي كتا أصلي حرفنا ورتسته فينبغي أن يكون ما ألحق به من الثلاثي بين الأصلين خدشن ده ديبت معنى بزوت برباعي كلمة بده الثلاثي ده هم خدشنا قبل ملحق لينيان ديبت لا دي معنى بربرجة الحق لينيان خدشنا ثلاثي كلمة لديهم ملحق ولا ملحق به بربرجة تور بولش كري خدشنا قول لديهم ثلاثي يعني سلم كلمة ثلاثي متها ويام خدشنا ديبت لا دي ولا يمكن ذلك إلا بجعل الأول هو الأصل والثاني هو الزائد شنو برنسنا أصل قلامس كنز زيادة قلامس يبتلر ده حاضر بوت إن معنى أنا ما جي الحق اللي يبتلر شنو أساس رباعي ثلاثية ومن الحق والحق به بربرجة شو ده أنا خا وإذا ثبت ذلك من أوزا شو سان ده دورة ما دوت من يحيف عن دور رباعينا ده ما كتا نون كتا أصلنا أورتاس ده اللي عن خمد دمي إننا كينجز زيادة ما بول وهذا حملت السائر والمضاعفات عليه خد شن ده باشقى مضاعف له وشن زيادة إنما وخشت لنا ده ديابتل يعني بتبزج مهم نقطة إنما تبى ده بس ده إمام ديمك تفتزاني آخر ده زيادة بولش أولاد بترب ورتست زيادة بوجان كلمة جد دليل قلين يعني ده فعل ده ورتست ما سيدكو أنا بس ده أنا بيرده أنا قنا إمام تفتزاني قبل ده آخر ده زيادة بولش أولاد بترب ورتست زيادة بوجان
bo'lgan kalimaga dalil qilinyapti edi. Bizda ikkilantiryapti. Nega? Voy, bu oxirida emas-ku deyapti. Ha, bu yerda Farisiy aytayaptilarki, demak Farisiy aytayaptilarki, mana ruboiy oxirsida ziyoda bo'lgan kalimani oldin bitta ihron jamandagi oxirsida ziyodaligini dalillab olib turib, xuddi shunday o'rtasida bo'lsa ham, sulosiy bo'lsa ham, hammasida ham xuddi shunaqa deb hamil qilib yuborilgan edi. Ha, demak bu yerdan kelib chiqqan ekan. Shali hamma muzoaflarni demak bular birinchi to'rttalikni islobatlab olib hammasiga nima kirgizib yuborishdi. Demak bizda xuddi shunday ulamolarning fikrlari ko'payib ketyapti. Ana endi bizga chalkashib qolmasligimiz uchun bitta anaqa. Mana bu yerda Ibn Hojibdan keyin Shofiyasini ham ochib qaradimda. Haqiqatda o'zi Ibn Hojib rahimahulloh shunaqa tanlabdilarmi o'zi deb Shofiyani ko'rdim. Ha, shunaqa tanlagan ekanlar. Endi mana qaraylik, shu yerda bitta hoshiya berilyapti. Va zahabal xolis mana shu muzoafning ikkalovi nima ziyodaligi borasida shu anaqa qilindi. Va mazhabul xolil al-awwal huwa az-zaid va sahahahu Ibn Usfur. Ibn Usfurning kitobini ham ochib o'qidim. Buni hozir ko'rmadik. Mana demak Imom Xolilning bitta mazhablari keltirildi. Birinchisi mana hozir bu yerda 5 ta mazhab bor o'xshaydi deganda umumiy. Yunus al-thani huwa az-zaid va wasafa bi annahu mazhabul aktharin va sahahahu al-Farisi va Ibn Hajib. Mana Farisi bilan Ibn Hojib, ya'ni Yunusning gapini oldi deyaptilar. Sibavayni qo'shmadilar. Sibavay haqiqatda o'zi boshqa gap gapiruvdilar. Mana Yunus bir taraf endi mana. Mana hoshiyadagi odam shunaqa deyapti. Xo'p, endi Imom Yunus o'zi aytganiga aksar anaqalar ulamolar shunaqa degan deb o'zlarini nima yoqlagan ekanlar. Mana Farisiy bilan Ibn Hojib shuni olgan. Shofiyada xuddi shunday. Va mazhabu Sibawayh va faqahu adadun min al-a'imma. Mana ulamolardan bir qanchasi ham Sibawayhning qo'lini to'g'ri deyishgan. Nima tashhibul mazhabayni sabiqayni min g'ayri tarjih. Hech qanaqa tarjih qilmasak, kelov ham to'g'ri deyishgan mana. Mana ko'rdinglarmi? Imom Sibawayh shu gapni gapirgan. Tepada kitoblarni o'qidik. Kelov ham to'g'ri dedilar. Nimagadir Suyuti Sibawayhni Yunusning qo'liga yurgan deyordilar. Yo'q, u noto'g'ri. Va Taftazoniy ham qaranglar, e'tibor beringlar. Taftazoniy ham Imom Sibawayh haqida shu gapni gapirgan. إن ترتج مذهب ابن مالك الثاني هو الزائد في نحو أقعنسس من المكرر للإلحاق والأول هو الزائد في المضاعف في نحو علم. من عند إمام ابن مالك من أقعنسسga o'xshagan mana oxirida takrorlangan mulhaq boblarni nima qilishgan? Demak, ikkinchisi ziyoda deyishgan va allamani birinchisi mana ikkita tepadagi anaqani mix qilingan variant. Bu ham ajoyib. Nimaga? Hozir o'shani gaplashamiz. Ar-Rodi مذهب الرضي الثاني هو الزائد في المكرر للإلحاق في نحو قعنسسة وأحدهما لا على التعيين في المضاعف. Mana aytibdilarki, mana mulhaq bo'lgan qansasa oxirida ziyoda qilinganlarda ikkinchisi ziyoda Yunusga yurdilar. Endi mana faqala bo'lsa farqi yo'q endi qaysi biri deyaptilar. Endi bu 5-chi bir ko'rinish yo'nalish bo'lib qoldi. Demak bu mana 5 ta ulamolarning fikri bo'ldi. Xo'p, endi shu har masalani o'rganib chiqdik. Endi kitobga qaysi birini yozamiz? Menga vallohu alam Ibn Malikning gaplari ko'p yoqdi. O'zi asli bular eng oxirgi nahvda bir xulosa qo'ygan olimlardan hisoblanishadi. O'zi asli bunda Imom Taftazoniyning ham gaplari zo'r, faqat sal chalkashlik o'sha ikkitala mazhabni sal chalkashroq berganlar. Nimaga unaqaligi bor. Demak, Ibn Malikning gaplari zo'r. Nima desa mana oxirsida ziyoda mana qansasiga o'xshagan boblarda oxirsida ziyodalik desak, buni avlo tarafi nima? Misol uchun if'alla so'zini, ihmarra so'zini harakatli zamirlar bilan kelgan vaqtda ihmarartu bo'ladi. Ihmarartu. Shunda ikkinchisi sukunli, birinchiroq harakatli. Demak, aniq harakatli ekan. Demak, bunda ikkinchisi ziyoda bo'lish avloda va bo'lib ham kalimani oxirsida ziyoda bo'lish avlo. Va faqalada chitsa bunda nima dedik? Mana Imom Taftazoniy aytadilarki, sukunli harfni ziyoda qilish avlo. Demak, mana Ibn Malik kelovini mix qildilar. Bu ham zo'r ajoyib fikr. Demak, vallohu alam shu Ibn Malik rahimahulloh eng oxirgi ulamolardan bo'lyaptilar. Hammani fikrini o'rganib chiqib, oxirsida shuni aytibdilar. Bu ham zo'r. Ar-Rodi ham unda demak nima qildilar? Bu ham buniki ham zo'r. Haqiqatda mana Ibn Malik bilan nimalari bir xil, qansasida ikkalovida ham oxirsida ziyoda bo'ladilar. O'rtasidagini endi ular mutlaq qo'yib qo'ydilar. Bunaqa desak ham zo'r.
Demak, xulosai kalom, demak hamma fikrlarni ko'rib chiqdik. Demak, kitob yozish jarayoni shunaqa ekan. Biz kitobimizga o'zi sharhiga nima deb yozdik? Demak, keyin biz nima qildik? Sharhiga mana asli mana haddada degan joyga mana shu quyidagi gaplarni mana biz tanlab oldik. Mana bu Alloma Xalil ibn Ahmad al-Farohiy fikrlari bo'lib, ya'ni dada deyish. Ya'ni birinchi dal sukunli ziyoda qilingan, so'ng ikkinchi dalga idg'om qilingan. Alloma Yunusning nazdi esa dadadir. Ya'ni ikkinchi harakatli dal ziyoda qilingan va birinchisi dalga sukunli qilingan, so'ng ikkinchi dalga idg'om qilingan. Mana bu yerda qaysi kitobdan oldik? Humaul Havamidan oldik. Endi Alloma Ibn Malik esa kalima o'rtasidagi farqlarga o'xshash vaznlardagi birinchisi ziyoda bo'lishi avlo. Iqqansiga o'xshash oxirsida ikkilantirilgan mulhaq vaznlarda esa ikkinchisi ziyoda bo'lish avlo. Atigi mana shu 2 qator, 4 qator, ya'ni 7 qator gapni bir yarim bet ham chiqmaydigan gapni qancha 4 kun davomida tahqiq qildik, boshqa qildik. Keyin nima qildik? Oxirsida yarim betgina yozdik. Shunaqa kitob yozish shunday bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.